sifatli asfalt qilish necha pulga tushyapti do'stlar? Eng qizig'i ushbu xonadonimiz общий 180 kvadrat metrga kalan chiroyli qilib asfaltlarni qilib berishgan. Asfaltimizga ahamiyat beradigan bo'lsalar, mayin yaxshisidan bo'ladi. Qalinligiga ahamiyat bersalar, 5-5,5 sm dan chiroyli qilib akalarimiz bosib berishyapti. 1 yilgacha garantiya berishar ekan. Og'zaki bas dokumentalni zo'r qilib berishar ekan. Zasipkamizga ahamiyat bersalar, har 1 metrga 1 sm, 1,5 sm uklon qilib berishgan. Uklon qilib berishgan sababi qor, yomg'ir, ya'ni turmasligi uchun, tushib ketish uchun qilib berishgan bo'lar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, xonadonga qildirmoqchi bo'lsalar ham 1 kvadrat metri 60 ming so'mdan boshlab 75 ming so'mgacha bo'ladi. Agar ko'chaga qildirmoqchi bo'lsalar ham tonnasiga hisoblanadi. 600 ming so'mdan boshlab 750 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ylab dastlabki ustonovga servis o'lchash zasipka xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Faqatgina metr so'yini olib bersalar bo'ldi. Eng qizig'i, agar foyduzda obunachiman desalar, 200 kvadrat metrdan yuqori qildirmoqchi bo'lsalar ham 5 kvadratini bonus qilib berishar ekan. Zakaz berish uchun akalaringiz nomerlarini pastda qoldirdik.